Azizlarim, aka-ukalarim, albatta videoni ko'rishdan oldin boshdan bitta like bosib qo'ying. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Ganlan skuter ishqibozlari, aziz YouTube ijtimoiy tarmoq obunachilarimiz. Xudo xolasa yana bir 72-20 modelimiz yangilangan versiyada o'zgartirilgan ranglarda kelgan motorlarimiz xudo xolasa YouTube ijtimoiy tarmoqdan Andijon viloyati Baliqchi tumani Mirzamurod akaga sotildi. Xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. 1008 motor, 70 kilometrdan oltita jihozlangan ramalar 2 qavat, risol 2 qavat, prushina va 4 ta amortizator bilan jihozlangan juda ham mustahkam motorlarimiz. Undan tashqari 512 balonlar, zapaska balon, balon kirish damkrat va bitta kaskasi bilan jihozlangan skuterimiz aytganimizdek Andijon viloyati Baliqchi tumaniga sotildi. Albatta YouTube ijtimoiy tarmoqdan akamizga va'da qilganimizdek o'zini tanlagan rangidan tiniq qilib xudo xolasa akkumulyatorlarni oldida video murojaat qilib, pechatlarni buzib akkumulyatorlarni cho'tka qilib ulab, hamma yo'g'ini nazorat qilib ishlatib berdik. Xudo xolasa bugun kechgacha akamizning qo'llarida bo'ladi. Akamizga nasib qilsin, qulluq bo'lsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin, minsin. Mana shunday texnikalar, elektroskuterlar, benzinli skuterlar, har xil turdagi velosipedlar, samokatlarmi, har qanaqasi bo'lsa, albatta Ganlan do'konimizda murojaat qilinglar. Ganlan do'konimizga murojaat qilish uchun pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Albatta qo'ng'iroq qilinglar. Ko'tarilmagan holatimizdan albatta o'zimiz qaytarib sizlarga aloqaga chiqamiz. Har qanday mahsulot bizda ishonarli, albatta so'zimiz isboti bilan bo'lib kelyapti, xudo xolasa. Mana klientlarimiz o'zida ham video murojaat qilib tashlaydi. Biz albatta qo'yamiz siz azizlar uchun. Xo'p, undan tashqari akalar, xuddi shuni 500 kiloylari bor, 500 kilolar ochiqlari bor. Narxlari juda ham super narxlar. Aytilgan narxdan da arzon qilib yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa, bir marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Kelib, bemalol ko'rib, savdolashib olishingiz mumkin. Yo'q, vaqtim yo'q bo'lsangiz, hech qanday biz ishonchni suiiste'mol qilmaymiz. Albatta o'zimizga yoqqandan da darajada yoqadigan qilib sizga jo'natamiz. Chunki insonni hali orqasidan yoki bir o'zi yo'qning yuzi yo'qni ish qilib, bir eski narsalar qo'ymaymiz. Hamma cho'tka qilib, tiniq qilib o'zimizga yoqadigan qilib tayyorlab berib yuboryapmiz akamizga. Azizlarim, aka-ukalarim, albatta videoni ko'rishdan oldin boshdan bitta like bosib qo'ying. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qo'ying. Demoqchimanki, qachondir shunday texnikalar albatta sizning xoradoningizga ham kerak bo'ladi va bizning yo'qotib qo'ymasligimiz uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, har safar YouTube ijtimoiy tarmoqqa kirganingizda biz albatta yangi videolarimiz sizga ko'rinib turadi. Bemalol kuzatib, shunday texnikalar qadrdon aka-ukalaringizga, qarindoshlaringizga, tanish bilish yor og'ayniga kerak bo'lsa, jo'natib qo'yasiz yoki ko'rsatasiz, mana shu joyda bor ekan deb aytib bemalol tanishtirib, telefon qilsangiz o'zimiz qolgan narsasini tushuntirib bera olamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Dang'ara tumanining Kolxoz degan qishlog'i bor. Shu yerda bazamizda ochilgan Ganlan do'konimiz. Do'konimiz hammasini bir ko'rsatib o'tganmiz. Videolarda ko'rasizlar, ishonarli joy akalar. Hech qanday ikkinchi qo'l emas, to'g'ridan to'g'ri bazadan olib chiqib ketasizlar. Birinchi qo'ldan narxlar ham birinchisi bo'ladi. Xo'p akalar, mana bu yerda 500 kilolik, xuddi shuni 500 kiloliklar bor. 52 kilometrda 6 jihozlangan 1200 motor miyani originali. Tomi bor, zapaskasi bor. Hammasiz qo'shimchalari bor akalar. Narxlari juda ham super. O'sha aytib o'tganmiz, 12 million sotilgan motorimiz 11,5 million so'mdan qilmoqdamiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Akalar, mana motorolni ko'rsatib o'tdik. 56 motorol, bu tomonda ham bitta, bu tomonda ham bitta. Aytib o'tdik, narxi 10 million so'm. Videolar bo'lmoqda, telefonlar bo'lmoqda. Telefon hozir ham bitta akamiz, Quvasoyli akamiz telefon qilishdi. Yaypanli akamiz telefon qilishdi. Ertaga o'tamizda 10 million so'm motorolimiz. 1 tonnalik, 1,5 motor miya, 58 lik akkumulyatordan 5 ta yangi jihozlab beramiz. 3 dona qolgan. Narxi 10 million so'm 1 tonnalik. Xo'p, undan tashqari mana bunday baland bordli motorlarimizni ko'rsatib o'tdik. Mana bunday suv 8 ga modellarimiz, aziz onaxonlarimizga, opaxonlarimizga, opa-singillarimiz uchun ishlab chiqarilib qo'ygan suv 8 modelimiz. Xullas 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan zadniy kamerasi bor, yonida tentlari bor, orqalari yopilgan, juda ham yumshoq, ranglari o'ta darajada neobычный qilib ishlangan. Mana 3 bo'lgan skuterimiz, modeli suv 8. Akalar, qizil skuter ko'rdim yoki bardovoy ko'rdim demasdan modelni aytib o'tyapti. Suv 8. Shu telefon qilasiz, ukajonim, bizga suv 8 kerak. Suv 8 motorli 3 balonli tomi bor, siz bo'ldi aka, bittada tushunamiz. Sizga narxini super qilib berib kelishamiz, rasmdan tashlaymiz va bu Andijonlik akamiz chiqqan singari sizga ham uyingizga zo'ng etib 1 sutka davomida yetkazib beramiz. Albatta azizlar,
Undan tashqari o'sha mashhur bo'lgan YouTube ijtimoiy tarmoqda 56-30 modelimizni kecha ham aytib o'tdik. Soni cheklanib bormoqda. Shoshilinglar. Atiga $1000 dan 1008 motor 70 kilometrdan 6 ta jihozlangan va zapaska balon oldilar bo'y, bitta kaska, jilet, damkrat kuch, balon kuch, magnitofonlar bilan jihozlanib qo'ygan. O'ta ham super bo'lib, ramalari baqa o'tib kelgan. O'sha mashhur motorlarimiz. Benzinli motorlarimiz bor. 1 tonnali, 1,5 tonnali, 2 tonnali, 3 tonnali motorlarimiz mana sizlar kutmoqda. Mana bu yerda 3 tonnali Samasval motorlarimiz akalar. Juda ham baquvvat, qop-qora rangidan, narxi albatta akalar juda ham super. $2,500 sotilgan motorlarimiz hozirgi kunda $2200 dan berib bormoqdamiz. Shoshilinglar, fermer akalarimiz laykni bosib, obuna bo'lib, ishchilarga mana bunday motorlarni olib berib, gazni bosib, mehnat qilib, dorini solib, o'qitib solib, paxta terim, budaydim hammasini yig'ishtirib, pullarni bajarib qo'yinglar. Xullas akalar, mana bu yoq tomonda ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday qish mavsumiga bir katta texnikani o'rniga mana bunday elektron skuter olsalar, kabinali, ichida pechkasi, ventilyatori, zadniy kamerasi, hamma sharoitlari bor. Pechkasi istormasa ham qishning qirovli kunlarida laboylarni quritib yurishga kuch yetadi. Xullas 1008 motor miya, buni ham akkumulyator 70 lik bilan jihozlangan. Bort razmerlari 130-180 bo'ladi. Juda ham baquvvat qilib ishlangan 1 tonnali kabinali motorlarimiz. Modeli 1788 yangilangan versiyada kelgan. 3 xil rangi bor. Mana bu yerda xuddi shuni 500 kiloliklari mana oldilari ham juda ham chiroyli ishlangan. Mashina rolli, gazlarimiz oyoqda, ichida zadniy kamera, pechka, ventilyator, luklari bor. Juda ham baquvvat. 3 xil rangi bor. Mokrik, ko'k, siyoh ranglari bor. Tanlov o'zingizda bemalol yetkazib bera olamiz. Xullas akalar, mana bu yerda motorlarimiz bor. Mana bunda elektron Samasval motorlarimiz, mana bunda 1,5 tonnalik bitta qolgan motorlarimiz bor. 1,5 tonnali akalar. Motor miyasi 2,5 minglik bo'ladi. Akkumulyator 70 likdan 6 ta jihozlangan. 2,5 ming motor, 70 lik akkumulyator, 1,5 tonnali motor. Bir dona qolgan skidkaga tushgan. Kimda mashina baquvvat motor kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. O'zi bir dona qolgan. Albatta narxini juda ham arzon qilib yetkazib beramiz akalar. 56-40. Menga ana oldi faraz bo'lsin, mazza qilib ko'chada yoritib yuraman degan akalarga oldi modellar juda ham chiroyli ishlangan. 56-40 modelimizning yangilangan versiyada kelgan. Bortlari baland, orqa o'tirishlari bor, zapaska bilan balon kuch, damkrat, kaska, jilet, hammasi bor. Xullas kelam, qo'l tormozlarigacha bor. 3 xil turli rangi bor. Narxi akalar juda ham super narxda. Narxini bilish uchun telefon nomeringizni sira telefon qilinglar, shu motorolni aytib qo'yamiz aka. Bundan narxi sir bo'lib qolsin, juda ham arzon. Xullas mana bu yerda motorlarimiz juda ham bor. Akalar, har narsani o'sha oxirida bir rindaqasi bo'lganda, biz ham 56-30 modelimizni o'sha eski partiyada qolib ketgani bor mana. Hamma yo'q tiniq javob beramiz. 1008 motor miya, akkumulyatorni 70 lik shaxsan o'zim qo'yib beraman. Oldilab o'ynab qo'yib beraman aka. $1000 emas aka, $900 ga beramiz. Obunachi, yaxshilab ko'ring, telefon qiling. Oldilab o'yini qo'yib beraman shaxsan o'zim 70 lik akkumulyator yangi bosib beraman. 1008 motor miya, 56-30 modeli, qop-qora rangidan, birindaqasi yo'q, taniq motorol. Sizga $900 ga berib yuboraman. Sirasi telefon qiling aka, $900. Dastlabki xizmati o'zingizdan bo'ladi. Xullas akalar, bu tomonda detskiy velosipedlarimiz, o'yinchoqlarimiz, har xil turlari bor. Albatta narxini bitta-bitta aytgan vaqtim cho'zilib ketadi. Xullas kelam 180 ming so'mdan 1 milliongacha bolajonlarimizga velosipedlarimiz bor. Samokatlarimiz bor, mashinchalarimiz bor. Aka-ukalarimiz, yosh yigitlar uchun mana hech qaysiga prava so'ramaydigan skuterlarimiz. Hech qaysiga prava so'ramaydi. Chunki tezligi 25, motori 240 vatt tashkil qiladi. To'ychoqlarim. Akalarimizga to'ychoqlarni berib yuboramiz. Albatta, super narxlarda. 400 kub injektor motor, ABS tormoz, 2 portion va elektron tablolar bilan jihozlangan. Tezligi 180 tashkil qiladi. Rasxodi esa 5-6 litr tashkil qiladigan 17 dyumli benzinli baykimiz sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz 2025-yil. Xullas akalar, $3000 dan vahima qilib sotilgan motorollar, mototsikllar, bayklarimiz siz azizlar uchun $2200 narxida belgilab qo'yganmiz. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin, $2000 dan xarid qilishlari mumkin. 400 kublik 2 portion injektor motor, ABS tormoz va atiga rasxod 4-5 litr tashkil qiladigan elektron tablo bilan jihozlab qo'ygan bayklarimiz. Xullas azizlar, mana bu yerda 600 kublik 4 portion injektor motor, ABS tormozli mokri rangida neobijnisi bittagina bor. Akalar, narxi $8000. Albatta bu original versiyasi, kelishidan joyi sal-pal bor. Ijbonli skuterlar arzon menga tomi bo'lsin, salafani bo'lsin, akkumulyatorlar zo'r bo'lsin degan akalarimizga, narxi arzon bo'lsin deganlarga zo'r qilib belgilab qo'yganmiz $800 akalar obunachilarimizga.
Yana kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar, ha. Xullas kalam, bu tomonda mana bu S0300 TK o'zimizning modellar nomlab qo'yganmiz. Zo'r 5 tali akkumulyatorli skuterlarimiz mana. Velo skuterlarimiz. Mana bu yerda dubl kabina. Ichiga 5 kishini oladigan, super qilib ishlangan, 1.8 motor miya qilib qo'yilgan, arqa bortlari, yukxonalari mustahkam qilib qo'yilgan, ishlab qo'yilgan, mashina rollik, zatni kamera, xullas hamma narsalarni jihozlanib qo'ygan. Jihozlab qo'ygan. Mana bunday 4 eshikli dubl kabinamizni $1600 sezon petda rosa arzon qilib sotganmiz va undan tashqari hozir yana narxini tushirib qo'ydik akalar. $1550 yana savdolashib olib ketishingiz mumkin. Dubl kabina akalar, ha. Mana shuni yaxshilab ko'rib olinglar. Mana bu chempion skuterimiz Samajon aka. 2040 modeli, yangilangan. Qarang aka, kechagina keldi, qarang. Buni obzorini to'liq to'kis qilganimiz ham yo'q hali, ha. 532 akkumulyator, motor miyasi juda ham kasabagidan ham baquvvat qilib qo'yilgan, saka diskali, qo'l tormoz, magnitofon, oldilar bo'yicha kashkaz, kaska, zaryadnik bilan jihozlab qo'ygan. Rangi esa 5 xil, 4 xil, 5 xil, nebichni cho'tki ranglari bor, saka diskalik, tumanki faralari bor. Xullas yurishlar juda ham yengil, aziz otalarimizga, onalarimizga, aka-ukalarimizni, aziz bolajonlarimizni bog'chaga borib kelishga olib qo'ygan modelimiz. Juda ham narxi zo'r. Narxi akalar $700 sotilgan. 750. Hozirgi kunda hech kimga indamang. Obunachilarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, kommentariyada yaxshi fikr bildirib qo'ygan bo'lsangiz, 650 ni tushib beryapmiz ekan. 650 ni tushib beryapmiz ekan. Yana tushyapti 650 qarang. Vafshi zo'rda. Xullas, dalaga ishlataman, odam tashimayman, dalaga yoki fermam bor, mollarim bor, o't-pot, silos, pelos, hem, hashak, go'ng-po'nglarni oshib tashlagan degan akalarimiz, aka-ukalarimiz 300 kilo, 400 kilo modelni mana yangilangani kelgan. 6 ta akkumulyator 30 kilo akkumulyatordan jihozlangan. Motor miyalar buni ham juda ham zo'rdan qo'yilgan. Oldilar bo'y, kaska, magnitofon, tumanki farlar bilan jihozlab qo'yganmiz. Narxi akalar, mana shu nech pul deb o'ylaysiz? $8. Aytib ko'p cho'zmadim, aytib qo'ya qoldim. $8 ozgina kami bor yana. Bemalol chiqishlari mumkin. Xullas akalar, skuterlarimiz tur mana buni ham bitta ko'rsataylik Samajon aka, videomizning oxiriga xudo xolasa. Xayr emas, ko'rishguncha deb nihoyaga yetkazamiz. Dastavchilar uchun chiqarilgan. Nafaqat dastavchi, o'z xo'jalingizga minish uchun ham juda ham zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Mana bunday veloskuterimiz. Balon razmerlari 312 bo'ladi, motor miyalari 500 lik. Akalar orqasida o'tirgani, yuk yuklagani ham joyi bor, bagaji buni olib qo'ysa, odam o'tirgani ham joyi bor. Albatta, qo'l tormozlari oldi orqasi jitkiz, juda ham ajoyib qilib ishlangan. Mana bunday toychog'imiz kelgan, yangilangan. Bu juda ham oz qoldi. Mana shunday baquvvat skuterni qidirib yurganlarga video jo'natib qo'yinglar akalar va befarq qoldirmanglar. Buni narxi akalar juda ham arzon. Xo'p, $400, $500 vahima qilib turib sotilgan skuterimiz hozirgi kunda $350 berib yuborilmoqda. Nomer pora umuman shart emas. $150 berasiz, bizdan xarid qilib mana olib ketaverasiz. Xullas kalom, azizlarimiz, albatta obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring, biz uchun muhim. Shuncha mehnatimizni yaxshilikda ko'rib, yaxshilik unaqa layklarni bosib, yaxshi niyatda kommentariya bildirasiz degan umiddamiz. Kelinglar, tashrif buyuringlar, ko'rishib xudo xolasa chiroyli qilib berib yuboramiz. O'sha vaqt kam aka-ukalarimiz bemalol telefondan aloqaga chiqsalaring, albatta telefondan video vizib qilib, video qo'ng'iroqdan ko'rsatib, hammasini jonli tarzda bajaramiz. Hammalarni kutib qolamiz Ganlan do'konimizda. Yana eslatib o'tamiz, manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Dang'ara tumanining Kalxoz qishlog'idan premium videolarimiz bormoqda. Albatta, omborimiz shu yerda. Hammalarni kutib qolamiz, nomerlarni yozib qoldiramiz. Bemalol chiqishlari mumkin. Filiallarimiz Dang'ara tumani, Uchko'prik tumani, Toshkent viloyatida bor. Bemalol chiqib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.